Assalomu alaykum. Xonimizdan bering. Alaykum. Faqat yomni pulim yo'q-da, bir pulim bo'lgan chiqib ketsam maylimi? Berolmayman. Men hasratda mehnat qilaman mana o'g'llarim uchun. To'xtang, nechta olasiz bolam? Alloh berar menga. Ikkita dona. Qancha ber? Rahmat. Menga yaxshilik qildingiz, meni ham bitta yaxshiligim bor sizga. Yo'q. Kartochkalardan bittasini tanlang. Mana shu o'rtadagi tanlang. Oling. Do'konga boramiz-da hozir. 1,5 million so'mga xohlagan narsangizni olasiz, pulimni man to'layveraman. Yo'q, shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Aldamayapsizmi? Yo'q, nima aldingmi? Biz keling shu aytgan do'konim katta, hamma narsa bor. Kiyim-kechak bo'ladimi, maishiy texnikalar bo'ladimi, xohlaganingizni olsangiz bo'ladi. Nechta farzandlaringiz bor o'zi? Ikkita. Qizim 33 yosh, o'g'lim 17 yosh. Butun umidim mana shu o'g'limdan deb. Otasi ham o'zim, onasi ham o'zim deydi-ku, shunaqaman. Shu ikkitasini oldingizmi? O'zingizga ham bu narsa olaylik. Shu yoqdimi sizga? Mana shuni bering. Qanchadan beri o'zi bozorda ishlaysiz? 35 yil. Boshida chiqqaningizni ham xonim sotgansiz, hozir ham? Yo'q, turmushga chiqqandan keyin hayotim alg'on-dalg'on bo'lib ketdi. Erim narkoman bo'lib chiqqan. Qamalib chiqqandan keyin 2 oylik kelinman. O'zi 2 qat paytligimda ham ukam ham onam ham o'lganda, shunda tovutni ketkazib borib tiqqanman. Bola bilan qiynaldim. Qizimni shu mana shu ovqat bozoridan katta qilganman. Yig'ib, ona bola ikkalamiz oxiri uy oldim. 10 yil ichida bolam 10 yoshga kirganda uy oldim. Olganimdan keyin turmushga chiqdim. Turmush o'rtog'im oldiniga yaxshi bo'lib, keyin bo'lmay qoldi. Ketdi. Mana shu bolani tug'ilishiga norozi bo'ldi o'g'limga. O'g'lim hozir farruh bilan tug'ildi. Operatsiya pulim yo'q. Hozir operatsiya qancha kerak? 7 ming, 8 ming. O'g'lingizga narsa olamizmi? Bitta krossovka olaylik. Ismlari nima o'g'lingizni? Sirojida. Sirojdan xursand bo'ladigan bo'ldilar. Shuni olamizmi? Bo'ldi. Mana bunaqa qiladigan shekilli. Mana shu mikser olamiz. Bitta mashinani olsam maylimi? Mayli. Ikkita ventilyator bo'ldi bizda. Boshib ketsa qolsin. Ochsa ham hech narsa qilmaydi. Shu oy 26, 27, 28 iyun kuni Angar do'koni ochilganiga 5 yil bo'ladi. Shu munosabat bilan 5% dan 95% skidka bo'ladi. Har 200 mingdan oshgan chek uchun olasiz mana bundan bitta. Ichidan necha foizli skidka chiqsa, o'sha skidkada mahsulot xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin bu hammasi sizga Angar do'konimizdan. Umidlar uzoq bo'lsin. Rahmat sizga.